Buxoro shahrining yangi ma'muriy markazi, ya'ni yangi hokimiyatning yonginasida, ro'parasida qurilgan 5 qavatli g'ishtlik domimizning 4-qavatdan 50 metr kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Kvartiramiz 3 xonali qilib, kompaktni qilib ta'mirlab qo'yilgan. Remontlar ham juda ham zo'r. Kvartiramiz kiraverishimiz bilan hol qismi endi o'ng qo'lda bo'lyapti. Mehmonxona qismi kira-qo'shki mebellari ham qilib qo'yilgan. Mehmonxona qismi ham juda chiroyli did bilan ta'mirlab qo'yilgan, televizor, shkaflargacha taxlab qo'yilgan. Mehmonxonamizdan kirganda yana to'g'rida bo'lyapti. Oshxona qismi balkonga chiqarilgan. Barcha jihozlar qilib qo'yilgan. Gaz, suv, svitdan umuman muammosi yo'q. Kvartiramizni kiraverish eshigidan to'g'rida bo'lyapti. Detskiy xonamiz ham aytib o'tgandek kompaktliklar qo'yilgan. Barcha jihozlari did bilan o'zini joyiga o'rnashtirib qo'yilgan. Bu tarafda bo'lyapti kattalar yotoqxonasi. Spalni qismi. Spalni xonamizga ham barcha jihozlar, kerakli bo'ladigan jihozlar barchasi o'z o'rniga joyma-joy qilib o'rnatib qo'yilgan. Bemalol kiyim iladigan barcha jihozlar bor. Kvartiramiz kiraverish eshigidan chap qo'lda bo'lyapti kattagina sanuzel qismi. Sanuzel qismi ham kattagina barcha jihozlari qilib tayyor qo'yilgan. Kvartiramiz aytib o'tganimdek 50 metr kvadratdan iborat 3 xonalik yangi yosh oilalar uchun juda qulay qilib, kompaktni qilib remont qilib qo'yilgan. Kvartiramizga uyning egalari $41.500 pul so'rashyapti. Kelib ko'rib savdo qilishlaringiz mumkin.